YouTube'da yangi rekord Justin Bieberni ortda qoldirdi. Barchaga ma'lumki, bugungi kunda YouTube videolari ro'yxatining eng yuqori pog'onalarini asosan musiqiy videolar hamda multfilmlar egallab kelmoqda. Xususan, joriy yilning aprel oyida Janubiy Koreyaning Blackpink estrada guruhi eng ko'p ko'rilgan videolar bo'yicha Guinness rekordini o'rnatgan edi. Blackpinkning YouTube tarmog'idagi kanali musiqiy kanallar orasida eng ko'p ko'rilgani ma'lum bo'ldi. 2024-yil 10-aprel holatiga ko'ra, Blackpink guruhi kanaldagi video ko'rishlarning umumiy soni 30 milliarddan oshib ketdi. Blackpink guruhi ijrochilarining kanali 2016-yilning iyun oyida ochilgan edi. Bugungi kunga kelib ularning obunachilari soni 93,6 million kishini tashkil etadi. Qayd etish lozimki, bundan avval Blackpink guruhi 21 marotaba Guinness rekordini o'rnatgan edi. Guruh ilgari Buyuk Britaniya albomlar reytingida birinchi o'rinni egallagan birinchi pop guruhi va Spotify tizimida dunyodagi eng mashhur pop musiqachi qizlar guruhi sifatida tan olingan. Guruh 4 nafar a'zodan Jisoo, Jenny, Rosa va Liza ismli qizlardan iborat.